Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Sport.uz saytining xabariga ko'ra, sobiq O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi hisoblangan Samvel Babayan Andijon bosh murabbiyi bo'ldi. Qayd etilishicha, bu kelishuv tez orada rasman e'lon qilinadi. Eslatib o'tamiz, hozirgi kunda burgutlarni Akmal Shorahmedov bosh murabbiy sifatida vaqtinchalik boshqarmoqda. Ma'lumot o'rinda Andijon Superliganing so'nggi turini Bunyodkorga qarshi o'tkazadi. Bo'lajak bellashuv 30-noyabr kuni soat 15:00 da start oladi. Angliya Premyer Ligasining 13-turida joriy mavsumda chempionlikka da'vogarlik qilayotgan Manchester City jamoasi o'z muxlislar ko'z o'ngida Leeds futbolchilarini qabul qiladi. Pep Guardiola shogirdlari Premyer Ligada Newcastle va Yevropa Chempionlar Ligasida Bayerndan uchralgan alamli mag'lubiyatdan keyin ishqibozlar oldida o'zini oqlashi uchun bo'lajak uchrashuvda faqat g'alaba uchun maydonga tushadi. Ayniqsa Etihad Arenada Germaniya vakilidan uchralgan mag'lubiyat jamoaga qattiq ta'sir qildi. Ekspertlar tarkibda 10 ta o'zgarish qilgan bosh murabbiyni tanqid ostiga oldi. Shundan kelib chiqib Leedsga qarshi o'yinda murabbiylar shtabi boshlang'ich tarkibning qanday tuzilishi va unga kimlarni jalb qilishi hammani qiziqtirmoqda. Manchester City faoliyatini yoritib kelayotgan nufuzli manba City Extra Gouk bo'lajak uchrashuv uchun shaharliklarning taxminiy tarkibini tuzib chiqdi. Tarkibga ko'ra, darvozada Donnarumma, himoyada Husanov, Diaz, Gvardiol, Orili, yarim himoyada Nico, Bernardo, Foden, hujum chizig'ida Cherki, Holland, Dokular joy olgan. Uchrashuv bugun Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi. Bugun Yevropa va Osiyo klublarida to'p surayotgan bir nechta o'zbekistonlik futbolchilar maydonga tushishadi. Turkiya Superligasi to'purari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev harakat qilayotgan Başakşehir Kasımpaşa'ga qarshi bahs olib boradi. Shuningdek, Husniddin Aliqulovning Rizespor jamoasi Kayserispor bilan kuch sinashadi. Kasımpaşa va Başakşehir o'yini bugun Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladi. Kecha Eron chempionatida Oston O'runov gol urib, Persepolisga muhim g'alabani taqdim etdi. Bugun esa Odil Hamrabekov traktor safida Chador Malu bilan bahs olib boradi. Chador Malu traktor o'yini Toshkent vaqti bilan soat 18:00 da start oladi. Angliya Premyer Ligasida to'p surayotgan yagona o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov Leedsga qarshi o'yinda ishtirok etishi kutilyapti. Bu o'yin esa Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi.